Assalomu alaykum aziz do'stlar. Psixolog Umida kanaliga xush kelibsiz. Bugundan boshlab rus tilini oson va tez birgalikda o'rganamiz degan kursni boshlaymiz. Sizga bu kanalim yoqadi degan umiddaman. Qani endi boshlaymiz. Demak, rus tilini o'rganishdan oldin, boshqa bir tilni bo'lsa ham o'rganishdan oldin boshidan alifbodan boshlash kerak bo'ladi. Men bugungi darsimizni, birinchi darsimizni alifbedan ham oldin sizlarga fanlar haqida gapirib o'tmoqchi edim. Ha, aytgancha, rus tilini o'rgatadigan kurslarimda bitta darsimda ham grammatika, ham so'zlashuvni o'rgataman. Bilaman, ko'plar juda ham ko'p so'rashgandi razgovor, ya'ni so'zlashishni o'rgatishimni. Shuning uchun grammatika bilan so'zlashuv, ya'ni razgovor juda ham bir-biriga bog'liq bo'lganligi uchun bugun ham grammatika, ham so'zlashuv haqida dars olib boraman. Bundan keyingi darslarimda ham shunaqa bo'ladi. Demak, bugun birinchi bo'lib grammatika haqida va fanlar haqida gapirib o'tmoqchi edim. Fanlar rus tilida nauki deb ataladi, ko'plik formasida. Demak, fanlarga keladigan bo'lsak, fonetika fani tovush va harflarni o'rganuvchi fan, leksika fani, so'z turkumini o'rganuvchi fan, orfografiya, so'zlarni to'g'ri yozilishini, ya'ni imlolarni o'rganadigan fan, grafika, harflarni chizilishini o'rganadigan fan, orfoepiya, so'zlarni talaffuzini o'rganuvchi fan, punktuatsiya esa tinish belgilarini o'rganuvchi fandir. Alfavit alifbo deganidir. Rus tili alifbosida 33 ta harf bor. Harf rus tilida bukva deb ataladi. Ko'plik formasida bukvi deb ataladi. Ya'ni tugallanishi i harfi bilan. Ulardan 10 ta harf unli tovush hisoblansa, 21 tasi esa undosh harf hisoblanadi. 2 ta harf qayoqda qolib ketdi deyotgan bo'lsangiz, 2 ta harf esa tverdiy znak, ya'ni mehki znakdir. Ularda tovush yo'q. Demak, alifboga keladigan bo'lsak, eng oson yo'lidan boshlash kerak degandim so'zlarni o'rganishni. Shuning uchun har bitta o'tadigan darsimda harakat qilaman. Balkim bilarsiz, balkim bilmaysiz, lekin yangi so'zlarni ham o'rganib o'tib ketamiz. Demak, A. Arbuz, B. Belka, V. Виноград, Г. Гриб, Д. Дом, Е. Енот, Ё. Ёжик, Ж. Жук, З. Зонт, И. Игла, Е. Йод, К. Кошка, Л. Лягушка, М. Мяч, Н. Нитка, О. Облако, П. Пила, Р. Ракета, С. Солнце, Т. Торт, У. Улитка, Ф. Фонарь, Х. Хлеб, Ц. Цветок, Ч. Часы, Ш. Шар, Щ. Щетка, твердый знак, И. Мягкий знак, Экскаватор, Ю. Юла, Я. Яблоко. Demak, shu joyda to'xtatib, yana orqaga qaytarib, o'zingiz ham qaytarib ko'rsangiz yaxshi bo'lar edi. Ya'ni talaffuzni ko'proq amaliyotda ishlatish kerak va постоянно repetitsiya qilib turish kerak bo'ladi. Demak, boya aytib o'tganimdek, rus tilida 33 ta harf bor. 33 буквы, 10 гласных букв, 10 ta unli harf, 21 согласных букв, 21 ta undosh harf, 2 знака, 2 ta belgi. Lekin rus tilida 42 ta tovush bor. Nima uchun 42 ta tovush? Buni sal keyinroq bilib olasiz. 42 ta tovushdan 6 tasi unli tovush, 36 tasi esa undosh tovushlardir. Demak, rus tilidagi tovushlarga keladigan bo'lsak, ular tverdiy, qattiq, zvonkiy, jarangli.
ga bo'linadi. Parni juft, neparni juftsiz. Mягкий yumshoq, глухой jarangsiz. Bilganingizdek, yumshoq qattiq, jarangli jarangsiz, juftli va juftsiz tovushlarga bo'linadi. Demak, tвердый и мягкий звук. Qattiq va yumshoq tovushga keladigan bo'lsak, masalan, kot, kot, ya'ni mushuk, kit, kit. Kotda qattiq, tвердый k, kitda yumshoq k. Belka, bulka. B qattiq, bulka yumshoq b. Ya'ni bular talaffuzida aytilishi ikki xil bo'lganligi uchun yumshoq va qattiqqa bo'linadi. Keyin согласные буквы и звуки русского языка. Boya aytib o'tganimdek, yumshoq va qattiqqa bo'linsa ham, har doim yumshoq va har doim qattiq keladigan tovushlar ham bor. Masalan, j, sh, c har doim qattiq tovush bo'lib keladi. Y, ch, sh esa har doim yumshoq tovush bo'lib keladi. Keyin boya parni, neparni deganimizda ham mana bu yoqda o'zini jufti bo'lgan harflar bor. Bularni skrinshot qilib eslab qolsanglar bo'ladi. Keyin talaffuzda oson bo'ladi sizlarga. Demak, so'zlashuv. Здравствуй, здравствуйте. Bularni farqini aytib o'tadigan bo'lsam, здравствуй deb sansirab gapirganda aytsak bo'ladi. Здравствуй. Здравствуйте deb sizlagan bo'ladi. Bunda yoshi katta bo'lgan insonga nisbatan emas, hurmat sifatida yoki ofitsialni, ya'ni rasmiy murojaatda здравствуйте deb murojaat qilinadi. Привет. Привет bu oddiy o'zimizga yaqin olgan insonlarimizga привет deb aytsak bo'ladi. Ya'ni o'zimizning tengdoshlarimizga, do'stlarimizga ishlatsak bo'ladi. Bu oddiy kunda har kunimizda uchraydigan so'zlardan biri. Привет deymiz. Здравствуйga qaraganda ko'proq привет so'zi ishlatiladi. Bu ya'ni бытовой разговор deyiladi. Ya'ni ro'zg'orda ishlatiladigan so'z. Как дела? Как ваши дела? Qalaysan? Qalay ishlaringiz? Shunaqa ma'noda keladi, ya'ni hol ahvol etiketiga kelganda qalaysan deb o'zimiz gapiramiz. Bunda ham qalaysan, qalay ishlaring degan ma'noda ishlatiladi. Yoshi katta bo'lgan insonlarga как ваши дела desak ham bo'ladi. Как dela degan sal yoshi kattaroq bo'lganlarga nisbatan qo'polroq bo'lishi mumkin. Как поживаете? Hol ahvolingiz qalay? Как вы поживаете? Ya'ni u insonni hol ahvolidan xabar olayotganingizni bildirmoqchisiz. Что нового? Nima yangiliklar? Что у тебя нового? Nima yangiliklar senda? deb so'rasa bo'ladi ko'rishganda. Xayrlashish. Прощание. Прощание по-английски уходишь и не прощаешься. Прощание по-русски. Прощаешься 10 раз и нифига не уходишь. O'zimizda ham xuddi shunaqa o'zbeklarda xayr, xayr deb keyin choy ichgani qolishadi. До свидания, ya'ni ko'rishguncha degan ma'noda keladi. Пока, bu ham xayr, ko'rishguncha degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. До свидания, пока bularni ham o'zimizdan yaqinlarga ishlatsak bo'ladi. До встречи, bu ham ko'rishguncha degan ma'noda keladi. Увидимся, bu ham xuddi shunaqa, ko'rishguncha. До завтра, ertagacha. До завтра. До выходных, dam olish kunlarida ko'rishguncha. Всего доброго. Rus tilida xayrlashayotganda odamlar qanaqadir bir
pожелание, ya'ni niyatda xayrlashish rus tiliga xosroq, ya'ni всего доброго, hamma yaxshi niyatlar bilan sog' omon bo'l degan ma'noda ishlatiladi. Счастливо. Bu ham xuddi shunaqa baxtli bo'lgan, sog' omon bo'lgan degan ma'noda ishlatiladi. Bu juda ham muloyim bo'lgan xayrlashish desak ham bo'ladi. Rus tili etiketiga keladigan bo'lsak, rus tilida xayrli tong, доброе утро, добрый день, xayrli kun, добрый вечер, xayrli kech, доброй ночи, xayrli tun. Спокойной ночи, bu ham xayrli tun, yaxshi tushlar ko'r degan ma'noga yaqin, приятных сновидений desa ham bo'ladi. Sizga bugungi darsimiz yoqdi degan umiddaman. Ozgina hayajonlandim, chunki bu meni birinchi darsim edi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like qo'yib, qo'ng'iroqchani bosishingizni so'rab qolardim. Bironta savollar bo'ladigan bo'lsa, meni Instagram shaxsiy sahifamga yoki rus tili sahifasiga yozishingiz mumkin. Rus tilida ham o'zimning kanalim bor va rus tili kanalida ham qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni qo'yib boraman. Sizga yoqdi degan umiddaman. Xayr, sog' va salomat bo'ling.